Saudiya universitetlariga topshirish jarayonlari to'g'risida gaplashamiz. Bilamiz, Saudiya Arabistoni har yili chet ellik talabalarga juda ham ko'plab kvotalar ajratadi. Eng asosiy ko'p qismi to'liq holatda grant beradi va kontraktli yo'nalishlari ham bor. Linkini qoldiraman. Mana shu link orqali har yili yagona portaldan universitetlarga topshirishlik mumkin. Har bitta talaba 3 ta universitet, ya'ni 25 ta universitetdan 3 ta tanlashligi mumkin va uni ichidan ham har bir universitetdan 3 tadan jami 9 ta yo'nalishga demak topshirishlaringiz mumkin. Bu ham sizlarni qabul qilishlik darajangizni birozgina oshirib beradi. Bu yagona portali 15-apreldan 15-maygacha ochiq bo'ladi. Tavsiya beraman, hujjatlarni imkon qadar tezroq tayyorlab, mana shu portalni ochilishligi bilan harakat qilsanglar, inshaalloh sizlarning kirish ehtimolliklari ham oshadi oxiriga borib, chunki ko'p holatda veb-sayt ishlashi juda ham og'irlashadi. Universitetga topshirish talablari quyidagilardan iborat. 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lishligingiz kerak. Sizda kamida maktabda 11-sinfni tugatganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki kollejni tugatganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma bo'lishligi kerak. 086 forma va sudlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, zagram pasport va 4x6 rasm hujjat kerak bo'ladi. Bular mana shu universitet talab qilingan hujjatlari, eng keraklilari. Va ixtiyoriy bo'lgan hujjatlari bor. Bu har qanday yo'nalishdagi yutuqlar, til bilish sertifikatlari arab tilidan yoki ingliz tilidan. Universitetga qabul bo'lish darajasi qanaqa degan savolga javob. Universitet o'zi har bitta talabani o'zi ko'rib chiqadi. Biz yoki boshqa insonlar unga hech qanaqa ta'sirini o'tkaza olmaydi. Agar kimda-kim masalan 100% yoki qanchadir darajada garantiya beraman desa, bu inson aldayotgan bo'ladi. Chunki bu yagona portal orqali topshiriladi. Ya'ni buni hammasi faqat internet orqali, veb-sayt orqali topshiriladi. Mana shunga ham albatta e'tibor berib qo'yishingizni so'rayman. Bugungi ma'lumotlar shu. Agar ko'proq to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying albatta. Bemalol yozsangiz, sizga yana qo'shimcha savollaringizga javob beramiz va topshirishingizga ham inshaalloh yordam beramiz. Kuzatib boringlar. Bu videoni yaqinlarga topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga ham jo'natib qo'ying. Inshaalloh manfaatli bo'ladi va albatta Instagramga obuna bo'ling.